har doim mijoz manfaatlarini o'ylovchi va har doim mijozlarni rozi qilish maqsadida narxlarni tushirishlik, sifatni esa oshirishlik, servisni esa yaxshilashlik bilan ovora bo'lgan House Mobile magazini kun davomida 100 tadan ortiq smartfonga chegirma qiladi. Albatta Telegram, Instagram profillarimiz bor, pastda obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham foydali takliflarni har onda qo'yib boramiz. Assalomu alaykum. Bugungi yangiliklar sizlar uchun, hurmatli obunachilar. Qaranglar. Ayli to'ri salafallari olinmagan bunaqa yangisini butun O'zbekistondan topa olmasligingizga kafolat bergan holatda $155 haqiqiy zo'r chegirma taqib beraman. Yangi smartfonlarda ham zo'r chegirma qilib beraman. iPhone 13 ni yangisi hamma joyda 550, bizda esa $435 zapechatennisi. iPhone 12 haqiqiy yangi, bitta nuqtasi yo'q, O'zbekistonda ishlamagan $245 evaziga. iPhone 11 6492 $199 qayerdan topa olasiz bunaqa yangi iPhone 11 ni? Biz sizga taklif etamiz. Biz nafaqat iPhone, Samsung, balki Honor'larni ham yangida 8256 lik yangi avlod modeli $149 $145 8256 lik islomiy yashil o'rmon daraxtlaridan ilhomlangan holatda ishlangan, eko ko'chadan ishlangan o'ta noyob variantni taklif etaman. Gimatur Ultra smartfonlarimizni bu gal oddiysi emas, noodatiy uslubi, desert rangda, yesimi ham o'tgan 512 talik $660, $666 qora rangli 512 talik yesimi o'tgan o'ta yangi variant kirib keldi. Bizda nafaqat Samsung flagmanlar, balki shunaqangi topilishi imkonsiz bo'lgan, daji yangisi yo'q bo'lgan Infinix GT 30 Pro'lar. Hurmatli obunachilar, ichidagi kullerlari hamma yo'g'i chiqadi. Smartfon hali rabochiy bo'lib ulgurmagan. Yangi sostoyanida premium sifatda bu smartfonni $329 qilib beraman. Full holatda qilib beraman. Bunaqasi ishoninglar hech qayerda yo'q. Keyin bunaqa noodatiy smartfonlar bor. Mana bunaqangi, mana Poco X7 Pro 512 talik. Yangisi $400 ham hech qayerda yo'q. Bizda esa $329 full holatda deyarli ishlamagan yangi olgandek bo'lishingizga kafolat bera olamiz. Aynan men sizga Xiaomi 13T narxida 13T Pro ni orqasi eko kojali variantini taklif etaman va bu smartfonni $290 qilib beraman. $305 Note 14 Pro Plus 5G 512 talik. Bu premium sifat, ekranlari qayrilgan, mukammal darajadagi tezkor, o'ta darajada mustahkam smartfon. Redmi Note 12 $105 saqlangan smartfon, prosta eksklyuziv narsa. Redmi Note 14 Pro $200 evaziga hozir defitsit model. Aynan Honor X9D, X9C narxlari yangisi bir xil keladi. Nega X9C ni ko'pchilik oladi? Mana shu rang uchun, nefretiviy голубой. Bu o'ta darajada noyob rangda, narxi $235 ga full holatda hali rabochiy bo'lib ulgurmagan smartfon. Endi iPhone'larda zo'r chegirmalarni kutib oling. $850 ga yaqin turuvchi ushbu smartfonni 760 ga qilib beraman. 128.96 desert rangda. Bunaqa batareya, bunaqa sostoyanida, bunaqa narxda ishoning hech qaysi magazinda yo'q. Hozir smartfon tanlashdan muhim jihati magazin tanlash bo'lib turgan zamonda yashayapmiz. Chunki hozir mana shu smartfonda kredit bo'lishi mumkin, mana shu smartfonda simlok bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin va oddiy bitta muammo tug'ilsa, o'zim birorta telefon просто olsam telefon, shu telefonga javob qilishi juda qiyin ko'p magazinlar. Lekin ayrim magazinlar bor, javob qiladigan magazinlar. Chunki uzoq yillik tajribali magazinimiz. Shuncha yildan beri javob qilganimiz uchun, shuncha yildan beri har bir mijozni rozi qilganimiz uchun 20 yildan beri faoliyat olib kelamiz. Biz smartfon tanlashdagi eng to'g'ri tanlov bo'lgan House Mobile magazinimiz. Aynan Honor 90 bu flagman imkoniyati. Aynan bu smartfonni 215 ga qilib beraman. Bu smartfonni ishlatganingizdan keyin rohatlanmasdan imkoningiz yo'q. 12256 lik A+ S21 Ultra $330 ga, A+ holatda 16 ga 512 talik 355 qilib beraman. Qarang, 370 ga oldim smartfonni, 355 ga qilib beryapman. Maqsad arzon qilib berishlik maqsadida kerak bo'lsa, o'zini tan narxidan ham arzon qilib beramiz ayrim modellarni. Rostdan arzon qilib beramiz, rostdan noyobini beramiz. Inshaalloh siz bunaqangi ideal smartfonni qidirib topa olmaysiz. Chunki men 120 tadan ortiq magazinni qidirib ko'rgan inson sifatida, tajribadan o'tkazgan inson sifatida ishonib gapiraman. Aynan iPhone 14 Pro ni $525 ga 128.92% eSIMlari o'tgan variantda, iPhone 12 mini da a'lo holatda 170 128.92%, $205 ga 128.96% deyarli ishlamagan, O'zbekistonda ishlamagan, Koreyadan keltirilgan A+ segmentdagi variantda. A31 ni saqlangan varianti $90 ga prosta tak ishlatilmasdan olib qo'yilgan smartfon.
iPhone 15 Plus'ni aytdim, $530 100 batareykali. Tasavvur qiling, bunaqa narx sensatsiya $129, iPhone 12 Pro'dan ham arzon narxga 13, yangi radno holatda $90, A22 5G. Poco X7 12 512 talik original zaryadlari bilan sizga $222, iPhone 15 Pro 128 88%li narxi 2 xil variantda bo'ladi. Qarang, bu $650, bu esa $620. Bunda eSIM o'tgan, bu Koreyadan keyin O'zbekistonda ishlamagan. Bu esa O'zbekistonda ishlagan, eSIM o'tmagan xolos. A32 5G $135. Bu 4 ga 128 talik IPS ekran bo'ladi. Bu esa AMOLED 120 Hz li 8 operativka 128 talik M53 quvvatli 5000 amperli batareya bilan jihozlangan. O'ta darajada ingichka modelni $130 dan qivordik. Даже o'zini tan narxidan ham arzon narxda olib ketsa ham 130 dan qivordik. S10e smartfoni. Bunda 3 dona keldi. O'zbekistonda eng tiniq 3 dona S10e mana shu bo'ladi. Bitta nuqtasi yo'q. Buni yangisi hozir bo'lsa $1000 ga xaridori bor bo'lgan telefon mana shu bo'ladi. Lekin 145 dan kami yo'q holim hozir mana shu holatga, lekin 137 dan qilib beraman. Maqsad mijoz roziligi, maqsad mijoz xursandchiligi. S22 Ultra'ni A+ bitta nuqtasi yo'q, $415 ga bitta nuqtasi yo'q. Gaplarimga e'tibor bilan qaranglar. Endi buni petnosi bor A- variantlarini $380 dan qilib beramiz. Bu esa haqiqiy yangi varianti. $275 ga A56, 8 ga 256 lik $385 bo'layotgan bir vaqtda. Honor 400 Lite $180 ga. O'ta darajada yangi holatda. A82 larni 180 dan qo'yordik, katta assortimentini qilib beramiz. Aynan maxsus chegirmalarni taklif etamiz. Mana sizlarga o'ta darajadagi mustahkam, bardoshli, ekranlari esa AMOLED displeyga ega bo'lgan. Bu serial ishlatganingizdan so'ng A56 ni ham ishlatgingiz kelmay qoladi. Haqiqiy mukammallikni his etasiz. Biz sizlarga bu smartfonlarni taqdim etar ekanmiz. Har bir smartfonimiz 100% tekshiruvdan o'tar chog'ida ha degan javobni olsagina videolarga qo'yiladi, storieslarga qo'yiladi va bu smartfonlar bizni yuzimiz, nomimizdir. Shunday ekan biz bu smartfonlar bilan sizni rozi qilishga va'da beramiz va bu smartfonlar sizni bizga butun umrli mijozga aylantiradi. Bizni kuzatishda davom eting. Bu bizning ikkinchi filialimiz. Birinchi asosiy filialimizdagi zo'r chegirmalarni pastda Telegramga joylab qo'yamiz.